Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bir ikki dona показать etilgan krashin eshigimiz tayyor bo'ldi. Bu eshigimizda aynalı usulda bo'ldi. Aynasini endi geometrika bosamiz. 8 lik teshandi. 3 dan qullab suqma rezinka. Korobkalar ham 15 lik qalin. Показать etildi bu eshiklarimiz. Birisi o'nga, birisi chapga. Bu o'ng ochiladi. Kraskalar ham turецкий kraska genç firmadan. Bu eshigimizni 2 milyon 700 ming so'mga qo'yib berdik. Обычный noshniki zamok bilan, zamok ham bor. Razmeri 2.10 1.10. Kim shu razmer to'g'ri kelsa 2 milyon 700 ming so'm. Обычный noshniki bilan, zamok bilan. Xolasizlar. Aynali ise dinardagi yani kolonlarni esa prostoy обычный aynali esa içinde oladi. Personal nomerlarni qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar. Razmeri 2.10 1.10. Birisi chapda, birisi o'ngda. Обычный noshnikda. 2 milyon 700 ming so'm zo'r baho. 3 million sotib turgan eshiklarimiz chotki bahoda 2 milyon 700 ming so'm. Kanalimizga yangi toza like bosib borib, esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'ling.